ancha yillar oldin bizda O'zbekistonda Qo'qonda bir Qo'zivoy degan tarvuzlar bo'lardi. Hozir mana Shanxayda ko'zlanadi. Qoyil qolyapti. Mevalar do'koniga kirdim. Mevalarni bir ko'ramiz mana. Ularga hozir yaxshi ko'rardilar. Durian degan mevani. Bir bo'lagi 21.80 yuan ekan. Mana buni kesib qo'yilgani 88 yuan ekan. Qani sekin aylanaveraylikchi. Mana uzumlar. Mana shu bitta bo'lagi mana shu turishi 7.80 yuan ekan. Davom etaveramiz. Uzumlarda turiga bo'lib qo'yibdi. Buni uzumlar endi qimmatroq uzum hisoblanar ekan. 18 yuandan oshiqroq. Lekin mana shaftolini yedim, zo'r ekan. Mana shaftoli. Mazza, suvli. Ishlasangiz og'zingizdan suv oqib ketadigan holatda shaftoli ekan. Mana o'zimiz rezinka shaftoli bundan ham yeb ko'rdik. Chaynab yurassiz ekan. O'z nomi bilan rezinka shaftoli. Bu endi mangolar. Kichkina mangolar ham bor ekan. Mana ko'rinadi. Mana Vyetnamda mangosi. Vyetnamdan kelgan. Bu donasi 608 dan ekan. Bu mangolarda. Bu ham Vyetnamniki. Ajratish uchun bu bo'lib Vyetnamdagi bunaqa yumaloq bo'ladi, Xitoydagi mana uzunchoq bo'ladi. Drakonlar endi. Ananas bilan drakonlar. Kesib tozalab ham beraverar ekan. O'zimiz mana tarvuzlar yumaloq. Qaynagan ko'yningizga qarab olib yurasiz. Bunaqa mana sariq tarvuzlar ham bor ekan. Bunisi qizil, bunisi sariq tarvuzlar. O'zimizning qovunlar mana. Bu ham qovunda yana bitta turi, yumshoqroq ekan bu. Bananlar. Bu nok ekan bu. Burada mana qulpinoylar ham bor ekan mana. Xohlovchilar uchun. Pomidori ekan bu, qulpinoy deb o'ylabman. Mashalloh, pomidori ekan bu. Bu mevani bilmadim, anjirga o'xshar ekan. Kivilar. Bu tomon sabzavot отдел ekan. Biz mevani tugatib olaylik. Durianni mana qilib kesib qo'yibdi. Qovunlar. Bunga asabchi ham qo'yib qovunlarni toza kesib. Bu papaya bu. 7 ekan. Bu xonaga olib kirib qo'yilsa 3 kun 4 kunda sarg'ayib zo'r bo'lib pishadi. Keyin yesangiz mazza qilasiz. Xullas shunday holat ekan.
sizga mevalarni do'koni mana. Mana sut mahsulotlari ekan. Sut mahsulotlari. Endi bularni ham bilmaymiz nimaligini. Shuning uchun indamay o'tib ketaveramiz. Kartoshkalari 3 ta 2 ta 2 ta qilib qo'yar ekan mana. Chesnoylar, so'zlar, turuplar. Aylanib o'rgilib olishaverar ekan mana. Qizil piyozlar, yana yer yong'oq, mana ashqovoq mana. O'zimiz ashqovoqdan ekan. Turuplar mana o'zimizda ham sotilyapti bular. Sabzalari. Mana fasol lo'yalar bor ekan mana. Yarim kilodan tortib qo'yilgan. Ko'kat отдeliga kirib ketdik. Ko'kat отдели ham mana demak. Mana o'zimizni kashni ekan mana. Bug'doydan tayyorlangan mahsulotlar rastasi ekan. Xamirlarni mana qilib yumaloq qilib 5 tadan 6 tadan qilib sotaverar ekan. Pizzani xamirlari, cho'lani xamirlari. Piyozli xamirlar qilib uni yog'li qallamalarga moslab tayyorlab qo'yar ekan. Shular hammasi bo'lichkalar ekan. Qo'llar, oyoqlari mana ular dastdan hech nima qolmaydi. Jamiki tirik mavjudot bor, qimillagan, o'rmalagan narsa bor, hammasini yeydi bular. Ashqovoq urug'lari o'xshar ekan. Bu qalampirlar ekan mana. Mana o'zimizning lag'manlarga solinadigan zvezdochkalar. Ziravorlarga kirib keldi ishkilik. Mana hali o'zimizda ham sotadi. Mana ot ismi dolchinni, bu ot ismidan chiqib qoldi. Dorivorlar adeliga kirib ketdik. Mana o'zimizda chilonjiyda mana. Bizda chilonjiyda deydi, bu yerda bilmayman nimaligini. Bu mana bular pistasi ekan mana. Chaqchuq adeliga kirib ketdik. Bular mag'izlar ekan mana. Yer yong'oqi mag'iz ekan mana. Ochig'ini bir ko'rsatay. Yer yong'oq. Ana tomonda mosh ekan mana. Novvat ekan bular mana. Bular ham novvat iste'mol qilar ekan. Mana chollar xamirchaga solib shimib ichiga yana nimadirlar tashlab va o'zlaring bilasizlar nimaligini. Shirinliklar ekan bu. Endi mana tuxumlar ekan. Yong'oqlari ham shaqillashlari deydi-yu bizda o'zimizda. Xullas davom etamiz sayohatimizni.
Agniya pastni joylari bor ekan, yerdan o'tib ketdim. Bu guruchlar ekan mana. Ovsyanka ekan mana. Shirinliklar ekan mana. Shakar ekan mana. Bularda juvarisi ekan bu mana. Mana guruch. O'zimizni yong'oq mana. Mana guruchlarda ham turi bor ekan. Mana qora guruch bulardan borgan ekanda bizga, demak mana. Qora guruchli oshlarni ko'ray turaylik, yog'oqda. Qora qiltana degan guruchlar shu yerdan borgan ekan. Hop. Bu qopda oladigan ulguruvchilarga ekan. Yorqinjon hoji, osh damlay turadingiz, bironta olib boraymikin, ha? Osh damlay turadingiz. Hop, yog'lar ekan mana. Mana 5 litrli yog'i 100 yuan ekan. Bizi puliga 180 ming, 170 ming atrofida. 85 yuan, 93 yuan. Yog'larni o'sha turiga qarab ekan, demak. Mana bonuschalari bor ekan. Bularda mana beparosati maykada ham yuraveradi. Bu uksuslar, soya yog'lar shekilli chamamda shunaqa bo'lishi mumkin. Yani aniq bilmayman, xullas. Vaqtimiz o'tkazib yuribmiz-da, aylanib degandek. Bu mana shirinliklar ekan. Balalar uchun.那芙蓉你们吃口吃啊？你别当了。Ana bu yerda o'zingiz o'tirib ovqatlanishingiz ham mumkin ekan. Shirinliklar ekan balalar uchun. Mana qo'zi qorinni bu bo'y turiga olaverasiz ekan. Oqi, qorasi, maydasi. Qo'zi qorin xilosmatlari bemalol olib yurar ekan. Yana shirinliklarga keldi, aylanib o'rgilib. Qo'zi qorinlar mana holatga olib qo'ygan ekan. O'zimiz ashqovoqlar. Mana qalampirlarni ham mana holatda chiroyli qilib yetishtirgan. Bolgarskiylar mana 3 yuandan, bular 9 dan, svetoforlar 9 yuandan ekan. Mana achchiq qalampirlar mana. To'rt yarim yuandan ekan. Fasollar, mana pomidorlari. Shirinliklarga ketkizdim. Endi mana ashqovoqlik mollari bor ekan, shirinliklar bular hammasi. Mana u zo'r deb maqtagani bilan biz olib yeyolmaymiz baribir buni. Bular maqtaveradi, biz zo'r ekan deb o'tib ketaveramiz. Biz endi bu yerda gap to'g'risi meva olib yeyapmiz xolos. Mana Ulug'bek hoji yaxshi ko'radigan oti esimdan chiqib qoldi. Nima edi Ulug'bek? Mana bu narsa mana. İçini archib yurasiz. 14.80 yuan ekan. 5 tasi. Ulug'bek hoji. Oti esimdan chiqib qoldi.
Ana shunaqa. Biz bu yerdan faqat shu meva olib yeyapmiz xolos. Banan olyapmiz, shoptoli olyapmiz. Uzum olib yeyapmiz. Mango olib yeyapmiz. Mana shunaqangi. O'zimiz bilgan narsani, ko'nglimiz tutgan narsani olib yeyapmiz. Xullas mana shunaqangi.